order qaytaring. Order. Zakaz qil degani. Misol uchun men zakaz qilishni xohlayman demoqchisiz. Order qaytaring. Order. Eng muhimi yana bitta want qaytaring. Want. Want. Bu xohla degani. Want. Want. Want to bilan keladi. Want to qaytaring. Want to nimadir qilishni xohla. Misol uchun zakaz qilishni xohlayman demoqchi bo'lsangiz, I want to order. Men zakaz qilishni xohlayman degan. Qaytaring. Men want to order. Men zakaz qilishni xohlayman. Nimani zakaz? Pizza bo'lsa, pizza, hamburger bo'lsa yoki sandwich bo'lsa yoki cola bo'lsa, choy bo'lsa tea. Tushundingizmi? I want to order etasi nimaligini. Bo'ldi, oson. Mana shu fe'llarni yodlang, yozib oling daftaringizga. Keyingi videoda men 50 ta eng ko'p ishlatilgan fe'lni yozaman doskaga. Uni yozib olib turib yodlaysiz. Shu 50 ta fe'l bilan bo'ldi. Mana shu kursni tugatamiz. O'shani cho'tki ishlatishni o'rganib olasiz. Xo'p?